fake it till you make it. Притворяйся, пока не получится. G'arb olamida shunaqa so'z bor. Sen bir inson bo'lishni xohlasang, o'sha insonday o'zingni tut, to o'sha insonga aylanmaguningcha. Ya'ni sen hozir o'sha inson emassan, sen xohlayotgan inson emassan. Sen hozir gunohkordursan, sen hozir ilming pastroqdir, sen hozir qanaqadir kamchiliklaring bordir. Lekin sen o'zingni shundoq tutavergin, duosi qabul bo'lgan insondek tutavergin, ya'ni duoing qabul bo'lganini bilganingdan keyin qanaqa o'zingni tutarding? Ana shunaqa tutavergin va bir qancha vaqt o'tgandan keyin o'sha insonga aylanasan. Buning ma'nosi shuki, innamal a'malu binniyat. Qur'oni Karimdan keyingi eng buyuk kitobimiz Imom al-Buxoriy sahih hadislarida birinchi hadis: amallar niyatga bog'liq. Ya'ni biz o'zimizcha o'ylaymiz, birinchi men aqlli bo'lishim kerak, keyin bir joyni orzu qilishim kerak. Yoki birinchi menda pul bo'lish kerak, keyin men sayohatni so'rayman. Yoki birinchi menda sog'liq bo'lish kerak, keyin men bola so'rasam bo'ladi. Avval hamma gunohlarim o'chirilishi kerak, keyin bir duo qilib so'rasam bo'ladi. Avval men hijobga loyiq bo'lishim kerak, farishtaga aylanishim kerak, keyin hijob o'rasam bo'ladi yoki umra, haj safarlarini qilsam bo'ladi degan destruktiv fikrlar. Bu hadis Sahih al-Buxoriyning birinchi hadisi, ya'ni sanoq bo'yicha birinchi turgan hadis. Va bu ham bekorga emas. Hamma narsadan oldin sani niyating